Ko'rsatuvimiz davom etadi. Janubiy Koreyaning yetuk oliy ta'lim muassasalari va klinikalarining bir guruh professorlari o'zaro tajriba almashish uchun Toshkent davlat stomatologiya institutiga tashrif buyurdilar. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Toshkent davlat stomatologiya institutida yaxshi bir an'ana bor. Bu ham bo'lsa, dunyo olimlari, xorijlik hamkasblar bilan o'zaro tajriba almashish. Yaqinda mazkur oliy o'quv yurtiga Janubiy Koreyaning Kyunhee universitetidan professor Park Bong tashrif buyurdi. U o'z fikr-mulohazalarini ma'ruzalarida talabalar bilan yuzma-yuz muloqot davomida bildirdi. Chet tillarini mukammal o'zlashtirgan yoshlar uchrashuv davomida koreyalik olimga stomatologiya sohasiga taalluqli qator savollari bilan murojaatlar qilishdi. Professor fikrlarini ko'rgazmali qurollar, jumladan slaydlar orqali ham izhor etdi. Toshkent davlat stomatologiya instituti bilan hamkorlik doirasida ishlayapmiz. Bu demak Toshkentga ikkinchi marta tashrifim. O'zimni 1977-yildan beri boshlagan ilmiy ishlar bo'yicha tajribamni bular bilan o'rtoqlashish va bu yerdan ham tajriba almashish uchun maqsad qilib keldim. Kelajakdagi maqsadimiz ushbu hamkorlik ishlarini yanada rivojlantirish, jadallashtirish va barcha uchun muhim bo'lgan shu og'iz bo'shlig'i kasalliklari, parodont kasalliklarini kamayishiga erishish. Tajriba almashish tabiiyki soha taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan joriy qilingan loyihaga ko'ra, mana bir necha yildirki jahonning qator o'quv va ilmiy muassasalari stomatologlari bilan samarali hamkorlik olib borilmoqda. E'tiborlisi, zamonaviy ta'lim tizimi va amaliyot shartlariga ega bu dargohda ko'plab xorijlik mutaxassislar bilan onlayn muloqot olib borish imkoniyati ham mavjud. Hozirgi kunda 8 ta demak chet el oliy ta'lim muassasalari va ilmiy muassasalari bilan hamkorlik shartnomalari va memorandumlar imzolangan. Xususan ushbu yo'nalish bo'yicha Koreya davlatidagi demak Seul Milliy universiteti, Yonsei universiteti va Kyunhee universitetlari bilan ilmiy hamkorliklar olib borilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Toshkent davlat stomatologiya instituti fan, ta'lim va amaliyot o'rtasidagi integratsiyani yanada mustahkamlash, xalqaro aloqalarni bundan-da faollashtirish yo'nalishlarida ko'plab yangi loyihalarni hayotga tatbiq etdi. Jumladan Yevropa ittifoqining grant bo'yicha ta'lim dasturi samarali yakunlanmoqda. Hozirda Gollandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya davlatlari o'quv va ilmiy tashkilotlari bilan muzokaralar olib borilmoqda. Yaqin kunlarda belgiyalik mutaxassislar bilan ikki tomonlama hamkorlik memorandumini imzolash ham ko'zda tutilgan.